Bunaqa kotletlarni ko'rib ishtahanglar ochilishi aniq, juda ham mazali bo'lib chiqadi. Albatta sizlar ham shu usulda tayyorlab ko'ringlar. Sizlarga ham yoqadi degan umiddaman. Birinchi bo'lib cho'pir idishimizga tovuq filesini solamiz. Ketidan petrushka, chesnok, har xil ziravorlar va bulg'or qalampirini ikki xildan foydalanib, ozgincha maydalab olib solib, ustiga talqonni solib, cho'pirimizda yaxshilab maydalab olamiz. Yaxshilab maydalab olganimizdan keyin qo'limiz yordamimizda chiroyli qilib kotlet shaklini berib chiqamiz. Kotlet shaklini berib olgandan keyin qizib turgan yog'imizda orqa oldini chiroyli qilib qizartirib chiqamiz. Yog'ingiz nimaga yashil deb so'raysizlar? Bu menda olivkiy yog', men olivkiy yog' ishlataman, shuning uchun yashil rangi. Hamma kotletlarimizni chiroyli qilib qizartirib olganimizdan keyin yog'imizni ozgincha tindirib, yarim soatga dimlab qo'yamiz. Albatta sizlar ham shu usulda tayyorlab ko'ringlar. Sizlarga ham yoqadi degan umiddaman. Menga obuna bo'linglar, like bosishni unutmanglar.